Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dilshodbek ukajonimiz bilan bog'landikmi? Ha. Ukajonim, yaxshimisiz? Salomat yuribsizmi? Kuningiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Sizga ham rahmat ukajon. Ayni daqiqada siz bilan suhbatda qalbimdagi qadrdonlarim tabriklar loyihasining boshlovchisi Samiraxon bo'laman. Sizni bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q. Minnatdorman. Avvalambor ukajonim, sizni bugungi tavallud ayyomingiz, Allohimga suyukli banda, Habibimizga ummat bo'lgan shukronali kuningiz hamda qadam qo'yayotgan yangi yoshingiz muborak bo'lsin deymiz. Rahmat. Ilohim ukajon, qalbingizda qanday niyat va orzularingiz bo'lsa, hammasiga erishib, doimo yaqinlaringizni baxtiga sog' va omon bo'lib, inshaalloh yuz yoshlar bilan ham yuz ko'rishib yuring ukajon. Rahmat. Tashakkur sizga ham. Bugun bilasizmi, bizning loyihamizga siz haqingizda so'raganimizda ajoyib ta'riflarni berib o'tgan, qalbingizga bog'lagan suyukli insonlaringiz tomonidan siz uchun atalgan tabrik xatlari yetib kelgan ekan. Ukajon, shu o'rinda sizga savol bilan yuzlansam, nima deb o'ylaysiz? Aynan bu tabriklarni bugun siz tomon kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Endi bilmadim, qarindoshlarim, o'zigarlarimiz, yerlarimmi? O'zingiz kimdan ko'proq kutgan bo'lardingiz bugun bunday alohida e'tiborni? Akammi, endi bilmadim lekin. Albatta sizni yaxshi ko'rguvchilar, haqiqatdan ham sizni yaxshi ko'rguvchilar juda ham ko'p. Taxminlar orasida ham to'g'ri javobni aytib o'tdingiz. Bugun bizning loyihamizga mening borlig'im, suyangan tog'im, ishongan qalqonim bo'lgan bolajonimga atagan yurak gaplarimni yetkazib bering deya sizga chin dildan xursandchilik ulashni istagan onajoningiz Shahnozaxon opajonimiz murojaat qilgan ekanlar. Rahmat. Ilohim baxtlariga omon bo'ling. Ilohim ukajon, ularga esa tilakdosh bo'lib boshingizni davlati bo'lgan otajoningiz Ahmad akajonimiz, ammajonlaringiz Sharofatxon, Rashidaxon, Olimaxon va Zuhraxon opajonlarimiz, amakijonlaringiz Askarjon va Sherali akajonlarimiz, sizga doimo yelkadoshingiz bo'luvchi jon va jigarlaringiz Muhammad, Po'latjon, Navruzjon, Jonibek, Jo'rabek, Sherbek va Bashar akajonlaringiz, Mavludaxon, Gulsinxon, Nafosatxon yangajonlaringiz va Shahrizodaxon yangachangiz ham sizni tabriklab qo'yib, ushbu tabrik xatlariga hamrohlik qilmoqdalar ukajon. Rahmat. Hammalariga rahmat kattaga. Ilohim ukajonim, hamma uchun ana shunaqa sevimli va aziz bo'lib yuring. Shu yaqinlaringizni baxtiga Allohim umringizni uzun va ziyoda qilsin va doimo ota-onangiz duolari ila siz ham ikki dunyoning saodatiga erishib yashang ukajon. Ilohim rahmat. Ilohim amin. Ana endi yana birozgina qimmatli vaqtingizni olsam-da, mehribon volidangiz siz uchun yo'llagan ajoyib tabrik xatlarni ham o'qib yetkazib qo'ysam maylimi sizga? Rahmat. Tashakkur, unda men o'qishni boshladim. Assalomu alaykum, mening mehribonim, otasiga va akasiga suyanch bo'lib har ishda yordam berayotgan oilamizning kelajagi bo'lgan suyukli o'g'lim Dilshodjonim. Avvalambor Allohimga sendek o'g'limni bergan uchun ming bora shukrlar aytgan holda, seni bugungi sen uchun ham, men uchun ham juda ham quvonchli bo'lgan tavallud ayyoming bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ilohim oilamiz baxtiga umring uzun, rizqing mo'l, toliying baland bo'lsin bolajonim. Yuragingdagi yaxshi niyatlaringga, kelajaging uchun qo'ygan barcha maqsadlaringga erishgin. Har doim o'g'lim zo'rlarning zo'ri bo'lib yurgin. Yurgan yo'lingda Allohim seni o'zi asrasin doim. O'zidan o'zgaga esa muhtoj qilmasin ilohim. Seni juda ham yaxshi ko'raman o'g'lim. Bo'yi basti, yurish-turishlari ko'zimni quvnatadigan ko'zmunchog'im. Ilohim Allohim yomon nazarlardan asrasin seni. Har doim yigit boshing mag'rur tursin, qadding esa egilmasin hech qachon. Robbim senga ikki dunyoning saodatini bersin jonim bolam. Bilasanmi, shunchalar ko'zlarimni quvonchsanki Dilshodjon, senga bu gaplarni kunda ayta olmasam-da, seni juda ham yaxshi ko'raman. Senga bo'lgan mehrimni so'zlarimda ta'riflab bera olmayman. Sen meni borlig'imsan, yuragimning madorisan o'g'lim. Boringga shukr.
Allohdan tilagim doim qo'ygan maqsadlaringni cho'qqisiga chiqib, mardonavor sharaflarga loyiq inson bo'lib yurgin. Shukrki, otajoning bilan ikkimiz faqat ortingizdan rahmatlar va maqtovlar eshitdik va bundan keyin ham sizlardek farzandlarimizdan faxrlanib yuraylik ilohim. Kelajakda ham Allohim peshonangga aqlli, iymonli, soliha qiz bitsin-u, doim baxtli bo'lib yashagin o'g'lim. Har doim otajoning bilan menga baxt kamolingni ko'rib yurish nasib qilsin. Doim nimaiki o'ylasang ro'yobini ko'rgin. Senga Allohdan eng yaxshisini, eng xayrlisini so'rab qolaman. Seni judayam yaxshi ko'ruvchi onajoning. Yillar kutdim, tunlarim bedor. Ishqing uzra bo'ldim men bemor. Berdi Alloh shukrimni ming bor. O'g'lim sendan umidim katta. Oppoq o'rab oppoq taradim. Senga omad zafar so'radim. Duo qildim, baxting tiladim. O'g'lim sendan umidim katta. Seni dedim, sen deb tinmadim. O'zim uchun bir ish qilmadim. 5 kunligim bormi yo'qmi bilmadim. O'g'lim sendan umidim katta. Bo'lgin deyman elning iqboli. Topgin deyman nonning halolin. Sensan o'zing g'ururim va orim. O'g'lim sendan umidim katta. Bolajonim sendan umidim katta deya sizni judayam qattiq yaxshi ko'rishlarini ham alohida ta'kidlab o'tgan onajoningiz hamma sizni yaxshi ko'rguvchi yaqinlaringizni nomidan yana bir bora tabriklab, o'z yurak so'zlarini yakunlabdilar. Qabul qilib olasiz ukajon? Rahmat. Tashakkur sizga ham. Sizga ham ming rahmatlar aytamiz ukajon, biz uchun qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizni tinglaganingiz uchun. Ayni daqiqada hozir qo'ng'irog'imiz yozib olinmoqda. Ukajonim, eng avvalo bugun sizni ne azoblar bilan dunyoga keltirgan ana shu volidai muhtarama onajoningizga, shu kunlarni ko'rishga musharraf aylagan otajoningizga rahmatlaringiz bo'lsa, qolaversa yaqinlaringizga ham yaxshi tilaklaringizni fursatdan foydalanib yo'llashingiz mumkin. Marhamat ukajon. Hammalarga kattakon rahmat. Sizdan boshingizda sog' bo'lsin ota-onamizdan. Qarindoshlarimizdan ham kattakon rahmat hammasiga tabriklaganim uchun. Ilohim tashakkur sizga ham ukajon. Har doim ana shu yaqinlar uchun qadrli va aziz bo'lib yuring-ku, bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'ring. Fayzli xonadoningizdan esa inshaalloh to'ylar doimo yaxshi kunlar arimasin har doim ukajon. Rahmat kattakon tabriklar. Tashakkur sizga ham. Bugungi ayyom yana bir bora sizga qutlug' bo'lsin deya siz uchun atalgan go'zal taronani ham siz tomon yo'llab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling ukajonim. Rahmat. Tashakkur, omon bo'ling siz ham. Mayli.